это раз, антиметр, мана, антиметр. Антиметром, да, на самом деле все, что было сказано, это невероятно, антиметр, правда тех времен, и вся информация, которая загружается для вас, она неспроста. Hozirgi sizga berilayotgan barcha ma'lumotlar haqiqatan ham o'sha davr ta'limoti asosida mavjud bo'lgan jarayonlardan bo'lib hisoblanadi va hozirgi kundagi sizga aynan shu ma'lumotlar sizni aynan donolik ila o'zingizni namoyon qilishingiz uchun taqdim qilinmoqda. Да, ustozingiz sizlar bilan birgalikda siz bilan bog'lanib turish holatini davom ettirmoqdalar. Он на самом деле продолжается настраиваться с вами и может aktivizировать свои возможности, o'zlarining imkoniyatlarini sizlarga taqdim qilishga davom etmoqdalar. Это mana готовы. Интимите, тросоцитра, сухревите, бите, мана, бите, Я men ikki xil tilda, o'zbek tilida va rus tilida. Men haqiqatan ham sizlarni yana bir bor bu guruh ila maqomingizni kengaytirishingiz va hojatingizni aynan kibr va qizg'onchiqlik ila emas, aksincha donolik ila, yangi bilimlar ila faollashtirishni maqsad qilib qo'ygan edim. Azizlarim, sizlarni men bu yerda o'zimning makonimda qutlab qolaman va sizlardagi bo'layotgan jarayonlarning muqovasi mavjud bo'lgan holatlarni olib tashlagan holatda, ko'zingizni, qalbingizni ochgan holatda o'zimning sizlar uchun yordamim, izhorimni aylashga tayyormen. Azizlarim, bu yerga kelishingizning maqsadlari turli xil bo'lganligi sababli maqsadlarning sizga yoritib berilinish jarayonlari asosi va asnosi sevgi, soflik va birbutunlik ila bo'lishi, mahmadonachilik ila emas, qizg'anchiqlik ila emas bo'lishi siz uchun, sizni hayotingizda yanada ham farovonlik imkoniyatlarini kengaytirish uchun katta ahamiyatga ega bo'lgan, muhim bo'lgan ko'rsatkichlar bo'lib hisoblanur. Shunday ekan, azizlarim, sizlarga men aynan hozir va shu yerda aytib o'tgan dasturlarni hayotingizdagi namoyon bo'lishidagi hozirgi kunda ziyon deb aytmayman, oldin buni men ziyon deb aytgan bo'lar edim. Hozir esa bu sizlar uchun ziyon emas, aksincha sizni rivoj yo'lingizni biroz uzoqlashtirib beruvchi imkoniyatlar asosi bo'lmish jarayonlarni tayyorman yangi holatga keltirishga. Albatta, buning uchun siz ham tayyor bo'lishingiz kerak bo'lur. Hozirgi kundagi vazifalarimdan biri ham sizlarni yangi darajaga chiqarish bo'lib hisoblanur. Biz aynan barcha pirlar bilan birgalikda va mavjud bo'lgan vakillar asosida taqdim etayotgan va taqdim etib kelayotgan dasturimiz, oxirgi dasturimiz sizni bir butunlik asosida chorlashga olib kelishi muqarrar. Shunday ekan, bir butunlikning asosi, bir butunlikning negizi bu sizning siz va sizning har bir jarayonga bo'lgan munosabatingiz hamdir bo'lib hisoblanur. G'amlik, g'ashlik, qo'pollik, g'ussa hislatlarini bilan bu hislatlar ila yashab kelayotganingizni bilursiz. Buning asosiy sabablari o'zingiz ham ba'zi bir holatlarda anglash ham, tushunish ham hosil qilmagansiz. Shunday ekan, mana shu bir butunlik asnosi sizning
farovonligingiz uchun yaratilayotgan va biz taqdim etilayotgan dasturlarning aynan bir butunlik asosida taqdim qilinishini davom ettirurmiz. Shuning asosiy ko'rsatkichlaridan biri bu sizdagi keraksiz bo'lgan jarayonlar, ya'ni sizni hozirgi kunda ko'proq e'tiboringizni tortayotgan jarayonlarning harakatingiz, ya'ni bu mehnatingiz bo'lib hisoblanur. Sizni mehnatingizning asosi albatta ko'zingizga ko'rinur. Bu berilayotgan in'om-u taqdimotlarning faollik ila sizga namoyon bo'lishida albatta sizning yondashishingiz juda ham muhim bo'lur. Aslo ishonchsizlikka yo'l qo'ymang azizlar. Aynan bugun, erta 7 kun davomida ishonchsizlik bilan bog'liq bo'lgan turli xil xayollarni shunchaki bedorlik ilada, to есть осознанный holatda deb aytishmoqchi bu yerni, yondashgan holatda chiqarib tashlashingizni so'rab qolgan bo'lar edik, chunki faqatgina sizdagi yangi dasturlar faollashish jarayoni bo'lar. Bu degani, agardaki siz o'zingizga shunday fikrlarni kirgizishni, amalga oshirishni ruxsat bersangiz, siz yangi neyronlar joylashish bilan birgalikda yangi neyronlarga aynan shunday energiyalarni ham kirgizgan bo'lursiz. Shuning uchun aynan trip davomida va tripdan keyingi muhim bo'lgan 7 kun davomida bu katta ahamiyatga ega bo'lur. Matritsa jarayonlarida turli xil holatlar asosida uchrashi mumkinligini bilurmiz. Shunday ekan, o'zingizga eslatma shaklida yaratishingiz zarur bo'lur. Ijobiy natijalarni hozir va shu yerda o'zingizda namoyon bo'lishini kuzatishingiz mumkin bo'lur. Hozir va shu yerda bir butunlik ila yana bir bor o'zingizni energiyalar asosida ekanligingizni his qiling va mavjud siz uchun yaratilgan portalga birlashing. Siz tana sifatida mavjud emassiz, eski dasturlaringiz mavjud emas, siz yangitdan tug'ilinayotgan ruh sifatida o'zingizni, tajribangizni boshlang. Mehrliligingiz kuchayadi, shedris, ya'ni saxiylik imkoniyatlarini taqdim qilamiz. Voqealar va hodisalar aynan bu mana shu vaqtdan keyin kuchayishi mumkin bo'lur. Sizga bu tajriba, sinov sifatida berilinur azizlar. Qanchalik darajada bu sinovni o'tishingizni amalga oshirsangiz, shunchalik darajada sig'imkorligingiz aynan bu dastur asosida kuchayadi. Bu degani biz barchasini bajaramiz degani emas, mas'uliyatni o'zingizga qoldiramiz deb ta'kidlab o'tmoqchimiz.